Assalomu alaykum Saroy bozor kanali obunachilar. Obunachilar bugun bizda yangilik deydi-yu. Haligi Avazbek, Donyorbek, Usmonjon molni olmasdan bir begona mol proshlardan ham olgan. Ulardan kuchlisi bordir degan aka-ukalar mana. Haqiqiy kuchlisi bor joyga keldik. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Oybek akamizni molxonani obzor qilyapmiz. Obunachilar, Oybek aka, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz joyidami aka? Olib oldingizmi? Bugunga necha bosh aka? 8 bosh. 8 bosh. Bu yoshlar ha, kichkinalar. O'ta boshqachalar ha. Bo'lakcha, qo'ng'ir variantlari, obunachilar. Chiroyli. Bo'ladigan narsa. Korobkalari vobsh kelishgan, gardanlari molni gazi kuchli ekan, haqiqiy. Oldiga bir xil. Oybek aka, bularni bo'yini bir o'lchab qo'yamizmi? Bo'yini bir qator o'lchab ham beraveramiz. Biri 15 ekanlar ha. Biri 13 ga olishaveradi. 13 ga olishadi. Biri 13 ga olishaveradi. Narxi qancha endi buni Oybek aka? Bu narxi endi 16 emas, 15,5 ga telefon qilsin. 15,5 ga xayrini qilib berasiz. Gap yo'q, go'zal narx. Bor, boqib mazza qilishadi. Boqib baraka topishadi. Xudo xolasa tonna bo'ladi qana. Xolasa boqib mazza qilib baraka topishadi. Istagan tuyoq. Oqbosh, gibrid haqiqiy bir boshqacha narsa. Boshqacha narsa. Shoqi ham ozgina kirib qolgan ekan, lekin shoqi bor-ku. Oppoq shoqi. Tagi oq. Obunachilar. Keyingisiga mana qorasidan bor, qorasidan bor. Ikkovini bitta narx aytamiz. Oyoq qo'li uzun ekan-a? Uzun. Bo'yini bir o'lchab qo'yaychi. O'lchab narisini ham o'lchab beramiz hozir. O biri 15. Biri 15. Ha. Biri 13 ga olishaveradi buni ham, ha? Shoq kalta variant, chiroyli. Biri 14. Biri 13 ga olishaveradi. Biri 14, biri 13 ga olishaveradi. 13 ga olishaveradi ikkovini. Pulini ham bitta qilaman. Ikkovini pulini bitta aytamizmi? Pulini bir xil aytamiz. Bu chiqsa galishtonga tortgan ekan-a, mana u. Yo'q, u galishton emas. Galishtonga chatishmagan. Galishtonga chatishmaganmi? Rossiyskiy Rossiyskiy parodami? Chiroyli ekanda. Orqa oldi. Buni ham. Galishtonga tortib turar ekanda. Ha, yo'q, galishtonga tortmagan. Galishtonga tortmagan. Galishton mol boshqacha mol. Bo'lakcha bo'ladimi galishton? Ajratib turmaymiz hamda aka molni. Galishtonga chatishmagan. Mol bo'ladi degan narsa. Chiroyli narsa ekanda, haqiqiy. Oyoq qo'llari uzun. Endi egalasining narxini bitta chiroyli qilib kelishtirib aytingchi. Ikkovini bir joyda bo'lsa 15 million so'mdan 30 million so'm bersa ikkoviga. 15 milliondan 30 million so'mga. Xayrini qilib berasiz, chiroyli qilib. Ha, o'tib beramiz. O'tib beriladi, chiroyli. Ikki narximizni sotmaymiz. Obunachilar, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan joyiga. Ayiq polvon. Ayiq polvon, haqiqiy. Polvon narsiga. O'yin o'lchayindi keyin yana bitta nafasini ko'rsatib beradi. Biri 10. Biri 10 ga olishaverar ekan. Biri 10 ga olishaveradi. Mol bo'ladigan narsa. Bo'ladigan narsa. Korobkasi O'ta yerga yaqin qo'pol variant ekan, ha? Oldi buni boyaliklari ham bor. Baqbaqalari ham chiqgan. Baqbaqalari ham jeydi. Gardanlar. Endi bu Ayiq polvon. bunday terib kelib olishni o'zi bir san'atda aka. Bunday mollarni bir-biriga xillab terib kelib olishni o'zi bir san'at. Endi bu kichkinasini necha pul deysiz aka? Endi kichkinasini 15,5 ga telefon qilsin. 15,5 ga. Ha. 15,5 ga telefon qilishadi. Obunachilar narxi cho'tki bo'ldi. Ular katta-yu, nimaga bu kichkina narxi baland, lekin molni ko'rgan odam ajrataveradi. Obunachilar. Korobkasi boshqa. Korobkasi boshqa, chicha suyagida ham farqi bor-da buni. Bu yosh. Bu ularga qaraganda ancha yosh. Yosh. 9 oylik bag'ida bu. Atrofida. Narigilar Suyoq o'tmoqda. 12 oy bag'a yetib qolgan, lekin bu ancha kichkina-da bu. Lekin sorti bo'lak janivarda. Sorti bo'lak.